voy mazayu. Miyani dam oltirar ekan-ku. Voy bolalar emas, katta odamlar maza qilib uchib o'tirsa ularga. Like bosib qo'ying. Shunaqa bitta zo'r xonadon chiqib qoldi. Yashayverasizmi deyman. Zo'r narsa ko'rsating. Bunaqasini ko'rmagansiz, qarang. Bu svitilnik. Gap bor-ku. Ovozga takoy rangini o'zgartirar ekan. Bitta like bosinglar, обязательно ekranga like bosiladi. Oila a'zolaringiz bilan maza qilib yashashga tayyor remontli xonadon chiqib qoldi. Men joyiga maza qildim. Qarang. Detskiy takoy. Divanni yorib yuborishgan ekan. Ya'ni bitta shuni o'zida 3 ta bola yotar ekan. Etajorkali. Bitta, ikkita, plus mana chiqarib turib matrasini qo'ysangiz, bo'ldi. 3 chala bolangiz mashxonaga sig'ib ketadi. Takoy ko'rasiz, dekoratsiya narsalargacha tayyor. Bu umumiy 4 ta xona, 3 ta spalni bor. Undan tashqari qarang. Bitta katta zal, hol, kuxnyani umumiy bitta qilib yuborilgan. Shuni hisobiga mana shu xona shu qadar katta ko'rinadi. Ya'ni o'tirgan odamning ko'zi quvnaydi. Qarang, mebel texnikalari bilan hammasi 70 dan olingan ekan. O'xtay ko'ryapsizmi? Mikrovolnovka, pechkalarigacha hamma narsasi tayyor. Undan tashqari dimoxod sistemasigacha qo'yilgan ekan. Bitta bossangiz mabodo hamma narsani tozalab olib chiqib ketadi. Kattaligini qarang, mana zalda, holda deydimi? O'sha birlashtirib yuborilgan. Undan tashqari bitta kirsa, sanuzili ham yaxshigina katta ekan. Umumiy 2 tamida 3 ta sanuzil bor ekan. Lekin yashavorishga zo'r qilingan ekan. Aytgancha, Dixit degan kompaniya bor. Aynan mana shunaqa santexnika mahsulotlarini, furnituralarini olib kiradigan gigant kompaniya. Buni aynan santexnik mahsuloti bilan ishlaydigan ustalar yaxshi bilishar ekan. Vertan, SPK, bundan tashqari 10 dan ortiq brendlarni optimchisi birinchi qo'li hisoblanishadi. Rossiya, Turkiya, Xitoyda mana santexnik mahsulotlar birinchi qo'li hisoblanishadi. Birga hamkorlikda ishlayotganlar o'zi ko'p, mabodo profiligini qoldiraman. Bu lokatsiyaga men maza qildim. Yakkasaroy tumani, Shota Rustavelli ko'chasi. Shunda Bratskiy Magila bor-ku, o'shani chorrahasida mana shunaqa novostroyka bor ekan. Novostroykani oti Vegas Tower degan mana shunaqa novostroyka bor ekan. Tayyor 117 kvadratli umumiy 4 ta xonali, tayyor remont texnikasi bilan bo'lgan xonadon o'xshish kerak narxga sotiladi. Hali hech kim yashamagan, shunchaki remont qilib qo'yilgan. Katta balkonigacha bor ekan. Mana balkondan to'g'rida piramid tower ko'ryapti. Mana chap qo'lida shundoq mana Shota Rustavelli ko'chasi. Mana Shota Rustavelli ko'chasi shundoq ko'rinib turibdi. Bitta shundoq pastda detskiy plashatka, bolalaringiz maza qilib o'ynab yuradigan zakritiy joy. Buzdan, ya'ni pastda 2 etaj parkovka, mashina qo'yadigan joy. Mashina qo'yishga umuman muammo bo'lmaydi. Bitta mashina qo'yadigan garaj olsangiz bo'ldi. Agar siz Vegas Towerdan shu kecha kunduzda korobka olaman desangiz, o'rtacha $1,500 ga olishingiz mumkin. Va keyin shunchaki remont qildiraman desangiz, bir $300 ketadi. Taxminan 1800 dan aylanadi agar o'zim qilaman desangiz. Va plus bu yerda mebel texnikalarigacha, dekoratsiya va bunaqa buyumlargacha tayyor. Mana bunaqa ajoyib narsalar bor ekan. Gapi har bitta xonani shunaqa narsalar bilan to'ldirib tashlangan. Arzimagan narsa ko'rinadi, shuni o'z uyiga yaxshigina vid beradi. 112 kvadratli Vegas Towerdan Yakkasaroy tumani, Shota Rustavelli ko'chasi, Bratskiy Magiladan shu xonadonni $196,000 ga srochniga bosib yuborsangiz bo'ladi. To'g'ri xona. Umumiy kvadratga bo'lsangiz 1750 dan tushar ekan. Shu kecha kunduzda o'zingiz 1,5 dan korobkani sotib olib, remont qilib, texnikalar bilan to'ldiraman desangiz ham bundan ancha qimmatga aylanib ketadi sizga. Srochni hamma yaqinlaringizga tarqatib tashlang. Bosaring mana shu xonadonni. Planirovkani ham zo'r qilishgan ekan. Juda sifatli mahsulotlardan qilganman, duatdalar. Ikkitalab lift. Mana buni qarang, podezini o'zida ham bitta ofis qilib, zodagon mehmonlarni kutib oladigan joy qilsangiz ham bo'ladi. To'y hashamlarda ham vobshe qiynalmas ekansiz. Shuni ochsa, detskiy plashatka. Bu yoqqa mashina kirmaydi. Degan vashshe yashab olishga zo'r joy ekan, shoning. 6-etaj aytgancha, etajni aytmanman-ku.